Bir ota bola savdo sotiq bilan shug'ullanishligi uchun boshqa bir diyorga safar qilish maqsadida ikkita eshakka mollarini yuklab safarga yo'lga chiqishibdi-da. Yo'l uzoq, anchagina yurgandan keyin dam olish maqsadida bir chetda bir tunda dam olamiz deb to'xtab, dam olib ertalab turib qarasa, otaning eshagini bo'ri bo'g'izlab ketibdi. O'g'il birozgina mahzun bo'lsa, ota o'g'lim mahzun bo'lmang, Alloh al-Hakimdir, bir hikmati bor debdi. O'g'li indamabdi. Otani ham mollarini o'g'illi eshakka yuklab yo'lda davom etishibdi. Bir anchagina yo'l yurgandan keyin o'g'ilni eshagi ham yuk og'irligidan yukni ko'tara olmasdan nobud bo'libdi. O'g'il birozgina g'azablanibdi. G'azablansa ota, o'g'lim g'azablanmang, Alloh azza va jalla al-Hakimdir, bir hikmati bor debdi. Keyin yuklarini ikkiga bo'lib o'zlariga ortib piyoda yo'lda davom etishibdi. Anchagina yurgandan keyin toliqqan holda, suvsizlik, gulxon ham yo'qmasdan bir chetda uxlab qolishibdi ota bola. Turib qarasa, otani oyog'ini ilon chaqibdi. Shunda o'g'li g'azablanib, bir qattiq bir isyon qilib Alloh azza va jallaga mizmizlanish boshlabdi-da. Shunda yana ota xotirjam holatda, o'g'lim isyon qilmang, Alloh azza va jalla al-Hakimdir, bir hikmati bor. Desa, ota nima hikmati bo'lishligi mumkin? Siz ham eshagingiz nobud bo'ldi, meni ham eshagim nobud bo'ldi. Uni ustiga ustak sizni oyog'ingizni ilon chaqib oldi. Ya'ni bu ketishda bozorga ham o'tkazib olamiz. Ya'ni bozor qiladigan kun ham ketadi. Desa, ota indamabdi. 2 kun o'ziga kelmasdan qattiq isitma bilan yotib, 3-kun o'ziga kelgandan keyin endi ancha yurib qo'ydik. Endi bir borib xabar olaylikchi deb ota bola bir amallab haligi diyorga kirib borishsa, 2 kun oldin zilzila bo'lib butun shaharni yer yutib olgan bo'lgan ekanda. Agar bugungi kunda siz ham qandaydir ishingiz orqaga surilayotgan bo'lsa, nimadir ishingiz qovushmayotgan bo'lsa, uylana olmayotganlar yoki turmushga chiqa olmayotganlar agar to'xtab turgan bo'lsa, agar isyon qilmasdan Alloh azza va jallaga itoatda turgan bo'lsangiz, bilingki Alloh al-Hakimdir. Cheksiz hikmat egasi bo'lgan zotdir. Albatta bir hikmat bor. Alloh azza va jalla o'zi ham Qur'onda marhamat qilib aytadiki, siz yaxshi deb o'ylagan narsa balki sizga yomondir. Siz bilmassiz, Alloh bilir deya marhamat qiladi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.